Assalomu alaykum, efirda poytaxt informatsion dasturi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasida Toshkent shahridagi alohida toifaga mansub yoshlar o'rtasida jasorat va matonat musobaqasining shahar bosqichi o'tkazildi. Bir nechta sport turi bo'yicha o'zaro bellashgan ishtirokchilar musobaqa yakunlariga ko'ra munosib taqdirlandi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan jasorat va matonat musobaqasi 2026-yildan boshlab o'tkazilib, alohida toifadagi ishtirokchilarning jismoniy, ma'naviy va ruhiy salohiyatini yuksaltirish, ularda jasorat, matonat hamda jamoaviy hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Navbatdagi bellashuvning shahar bosqichiga Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi mezbonlik qilib, unda Toshkent shahrining 12 ta tumanidan 100 ga yaqin yoshlar ishtirok etdi. Qatnashchilar 5 ta shart bo'yicha, jumladan estafeta, voleybol, shaxmat, birinchi tibbiy yordam ko'rsatish, chodirni belgilangan vaqtda yig'ish bo'yicha o'zaro kuch, chaqqonlik va zukkonlikda bellashdi. Har bir shart ishtirokchilarning chaqqonligi, sabr-toqati, irodasi va jamoaviy hamkorlik qobiliyatini sinovdan ham o'tkazdi. Toshkent shahrimizda yoshlar o'rtasida jasorat va matonat sport musobaqasi o'tkazildi. Sport musobaqasini o'tkazishimizdan maqsad yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalab, ularning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida sport musobaqalari tashkillashtirildi. Sport musobaqalarimiz 5 ta yo'nalish bo'yicha bo'lib o'tdi. Bu sport musobaqamizning eng qiziqarlisi voleybol sport turidan o'tkazilgan sport musobaqasi bo'ldi. Hamma jamoalar yaxshi qatnashib, faxrli o'rinlarni egallashdi. Hakamlar hay'atining yakuniy natijalariga ko'ra kuchli uchlikni Bektemir tumani jamoasi egalladi. Yashnobodlik yoshlar esa ikkinchi pog'onani qayd etishdi. Mutlaq g'oliblikni Sergeli tumani jamoasi qo'lga kiritdi. Egallangan pog'onalar bo'yicha jamoalar diplom, medal hamda esdalik sovg'alari bilan ham munosib taqdirlandilar. Menga jasorat va matonat musobaqasi juda ham yoqdi, ayniqsa voleybol sharti. Biz bunda jamoamiz bilan juda ham zo'r o'yin ko'rsatdik. Yana menga shaxmat sharti ham juda ham yoqdi. Meni soperniklar juda ham kuchli edi, lekin men ular bilan teng o'ynashga juda ham harakat qildim. Shu musobaqani tashkillashtirgan odamlarga katta rahmat aytamiz komandamiz bilan. Bu musobaqa juda ham zo'r bo'ldi. Yana shunaqa musobaqalarni o'tkazishlarini so'rab iltimos qilamiz. Mazkur musobaqa nafaqat g'oliblarni aniqlash, balki alohida toifadagi yoshlarning jamiyatdagi faolligini oshirish, ularda o'ziga bo'lgan ishonchni mustahkamlash va teng imkoniyatlar muhitini yaratishga xizmat qiluvchi muhim loyihalardan biridir.